Hop, assalomu alaykum hammaga. Hop, men YouTube Shorts'ga 50 ta shorts yukladim. Hop, men sizlarga misol uchun kurs sotib yoki nimadir reklama qilish uchun men tayyorlamadim bu videoni. Shunchaki do'stona yoki-da shunchaki sizlar bilan shu narsani ulashish maqsadida ochiqchasiga ko'rsatmoqchi va ochiqchasiga aytmoqchiman. Shuning uchun natijasini sizlarga o'zim ko'rsataman. Qanchadir prosmotr yig'di, qanchadir podpiska yig'di, lekin hali reklamalarda qangi yoki bo'lmasa kimdir kursda aytadigan qangi katta darajada axvat olib kelib yoki bo'lmasa podpischi olib kelib monetizatsiya hali berayotgani yo'q. Agar siz ham qaysidir kurs sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, oldin yaxshilab o'rganing. Yoki tushunib oling nima qilyapti turganingizni yoki nima qilish kerakligini. Men o'zim misol uchun ba'zi bir paytda misol uchun nimalarni qilib ko'rdim. Futbol edit qildim. 3 xil yoki 4 xil yo'nalishda qilib ko'rdim-da. Misol futbollarni edit qildim, mashinalarni edit qildim yoki sportni yo'nalishida edit qilib ko'rdim. Birinchi edit yo'nalishini qildim. To'g'ri, u yo'nalishda ham misol Brixton prosmotrlar yig'dim, 10 ming, 20 ming, 30 ming yig'dim. Lekin menga podpiska olib kelmadi. Keyin boshqa yo'nalishga o'tib ko'rdim. Keyin blog yo'nalishiga o'tdim. O'zimning shaxsiy videolarimni yuklab, o'shalarni edit qilib yoki bo'lmasa o'zini shunday joylashni boshladim. Ba'zida prosmotr yig'di, ba'zida yo'q. O'shaning uchun keyin men jicha o'ylanib qoldim. Qaysi yo'nalishda qilsam ekan? Shortsni scroll qildim. Roblox yo'nalishiga chiqyapti. Robloxda qilib ko'raymi ekan? Robloxni ham qilib ko'rdim. Roblox yo'nalishida ham video tayyorladim. Ataylab o'yinlar tortib Roblox yo'nalishida ham video qildim. Unda ham bir 3-4 ta video qildim. Undan ham uchgan bo'lsa, ikkitasi yoki 3tasi normal prosmotr edi. Qolganlari misol 5 ta 6 ta 7 tasi umumiy olganda normal prosmotr yig'madi. Shuning uchun men sizlarga aytmoqchimanki, qanaqadir yo'nalishda yoki nimadir qilmoqchi bo'lsalaringiz, oldin bitta yo'nalishni tanlanglar. Balki men misol uchun boshida mashinalarni yoki misol uchun o'yinni bittasini tanlab turibman, nisha tanlaganimda, o'shani video qilib edit qilganimda, mavjud balki yaxshiroq natijaga erishgan bo'larmidim deb o'ylayman. Yana bilmadim. Lekin men 4 ta 5 ta yo'nalishni sinab ko'rdim, o'xshamadi. Hop, yana 50 ta yoki 100 ta shorts yuklamoqchiman. Agar sizga qiziq bo'lsa, qanaqa qilib natijaga chiqish sizga qiziq bo'lsa, menga misol obuna bo'lib qo'ysangiz, birgalikda rivojlanamiz.